alaykum akalar. Shu quyonlarimiz sotiladi. Toza burgun quyonlar. Bir qator ko'rsatib o'tamiz unda. Bu yerda ikkita samka, ikkita samets. Bular 2 oyliklar. Ikkita samka, ikkita samets. Bular 2 oyliklar. Ma'mullarimiz bu kalasi 45 kunlik. Ma'mun bilan ma'mun 45 kunlik. Bularni alohida gaplashamiz. Bularning o'zining temalari bor. Yaxshi temalari bor o'zini. Mana bu ham samka bo'lishi kerak. Bu samets bitta o'zimizga qoladigan bitta sametsimiz bor. Qolgan 6 ta quyon sotiladi. Bittasi sotilgan. 3 ta samets bor hozir shu yerda. 5 ta samka. Samkalarimiz ikkita turga bo'linadi. Ikkitasi 2 oylik. Yana ikkitasi, yana 3 tasi 45 kunlik bo'lgan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Ota-onalari ham o'zlarimizdan bo'lgan quyonlar. Hozir onasini bir qator ko'rsatib qo'yaman. Onasi shu bo'ladi mana. Ona quyon shu. Mana keyingi partiya bolalari. Xudo xolasa onasi shu. Otasi ham o'zimda. Otasida 5 kiloga yetar etmas. Burgun quyon ham. Ichkiga ko'rsalar, ichkiga tashlasalar, ichkiga tashlab beraman otasini videosini. Ota-onasi moshni quyon. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. 3 ta boshqon samka bor. Bitta para ham qilib beraveramiz. Xudo xolasa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. 3 ta samka boshqon, 2 ta samka boshqon. Bularga o'zimizdan samets qo'shib, moshni par qilib beramiz. Burgun qiziq bo'lib turgan payt bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bemalol gaplashaveramiz.